我们是来自中国新疆医科大学附属中医院医疗教学团队，在这里我们开设了乌兹别克斯坦卫生部批复的24项诊疗技术，包括针灸、推拿、理疗、康复、艾灸等。 Hozirgi kunda Toshkent davlat tibbiyot universitetida terapiya xalq tabobati yo'nalishi bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olib kelmoqdaman. O'qish jarayonimizda Xitoy-O'zbekiston an'anaviy tibbiyot markaziga kelgan mutaxassislar biz uchun akupunktura, massaj, Xitoy farmakologiya asoslari bo'yicha muntazam professional darslar o'tib kelishmoqda. O'qish davomida men an'anaviy Xitoy tibbiyoti bilan yaqindan tanishdim va uning mohiyatini chuqurroq tushuna boshladim. Bemorlarning ahvoli Xitoy tabobati usullari bilan davolangandan so'ng ancha yaxshilanganligini shaxsan o'zim amaliyotda guvohi bo'lib kuzatib kelmoqdaman. Va o'z hayotimda Xitoy tabobati usullari bilan bemorlarni davolash usullarini ishlab chiqmoqdaman. Xitoy tabobatini o'rganish jarayonimda O'zbekiston hamda Xitoy o'rtasidagi ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida samimiy, do'stona hamkorliklarni alohida his qildim. Xitoylik mutaxassislar bizga nafaqat zamonaviy bilimlarni berishmoqda, balki Xitoy tibbiyotining yangi prinsiplarini milliy sharoitlarimizga moslashtirgan holatda bilimlarni o'rgatishmoqda. Bu esa O'zbekistonda an'anaviy tibbiyotning rivojlanishiga xizmat qilib kelmoqda.